qo'ltiqdagi qorayishi, yomon hid kelishi va kiyimlar sariq bo'lib qoladi. Futbolkalar, erkaklar kiyimlari o'zimga ham qildim, erimga ham qildim, hozir qarang. 3 yillik shu ichki kiyimi shu. Hech narsa qilmaydi, ham oppoq bo'ladi qorayishlari, hid kelishlari, terlashlari ketadi. Aspirinni olasiz. Maydalaysiz. Un shaklida maydalaysiz. Endi keraksiz idishchaga solib olasiz aspirinni. Soldik. Endi qatig'ingizdan, qishloq qatig'i bo'lsa yanada yaxshi bo'ladi. Bitta qoshiqcha, choy qoshiqchasi ko'ryapsizmi? Olasiz. Asalingizdan olasiz. Asal nimaga foydali deyishingiz mumkin? Qo'ltiqni tagini oqartiradi qizlar. Qorayib qolgan qizlar depilatsiyaga borasiz, qimmatga u vaqtinchalik. Limoningizni 2-3 tomchilatasiz. Yetar. Endi yaxshilab aralashtiring. Bu mo'jizada qizlar, bu krem mo'jiza. Buni tayyorlab sotsamiz, balki tabiiy narsa. Bir surtganingizdan keyin qo'ltig'ingizga o'zi bir martalik qiling. Bir marta surtganingizdan keyin qo'ltig'ingizdagi shu qorayishlar, hidlanishlar, keyin terlab ketadi yozda. O'sha narsalar o'zi kiyimlarda, futbolkalarda umuman sariq bo'lib qolmaydi. O'zi bir qilib ko'rgan odam bilan shunday nozik harakatlar bilan qo'ltig'ingizga surting, 15 minut tursin. 15 minutdan keyin yuvib tashlang. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.